Assalomu alaykum Usta Oybek YouTube kanali a'zolari, podpischiklari. 2 yil oldin Usta Oybekdan uyimiz uchun, katolimiz uchun, mana katolimiz uchun UPS apparat olgandik. Adashmasam 2 kilovatli. Keyin unga akkumulyator qo'yganmiz. 100 li. Adashmasam Usta Oybek o'zi tavsiya qilgan olib qo'yganmiz. Mana 2-3 yildan beri UPS apparati cho'tki ishlayapti. Biror marta bir отказ qilgan joyi yo'q. Svet o'ssa uyimiz bemalol uylar yorityapti. Katolimizni mana bemalol motorini, o'zini bemalol aqlli katol qo'yganmiz. Bemalol isitib, uyimiz issiq turibdi mana hozir. Hozirgacha foydalanyapmiz 2 yildan beri. Biror marta отказ qilgan joyi yo'q. UPS apparatini mana ko'rinishlari birinchi ishlab chiqargan dollarlardek. Sizlar ham oila Usta Oybekdan UPS apparatini tavsiya qilamiz. Sifatlari zo'r chiqqan. Biror marta buzilgani yo'q. Lekin bizga garantiyasi bor degan 3-4 yil hali buzilgani yo'q. Rahmat Usta Oybek, tanijoningiz sog' bo'lsin. Mollaringiz orzu xabarlarini ko'rib yuring. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyati maqsadiga yetib yuring. Rahmat.